Assalomu alaykum azizlar. Bugungi berilgan analizda supply demand tahliliga ko'ra Noviy Zelandiya va Amerika dollariga nisbatan sell silkamiz ochildi. Bizda bu yerda trendingga M15 vaqtida bizda trendingga hosil bo'lgan va biz trendingdan H1.618 Fibonacci leveliga yetishini kutdik va biz u yerda sell kirdik. Nima uchun? Bizda demand zona bor edi va biz bu yerda aynan shu joyda demand zona bor edi. Biz shu joydan kirdik. Mana kirgan joyimiz bizning kanalda berilgan joydan bizning sell zonamiz mana xuddi shu joyga to'g'ri keldi va biz 1 ga 2, 1 ga 3, 1 ga 5 sell zonalari bilan informatsiya berdik. Bizning stopimiz bu yerda edi. 70 da pasovod edi. 70 bo'lmadi. 70 da va bizda уже yurib bo'ldi. Bu yerda agar mayerda bitta bizda zona bor edi. O'sha zonaga kirib ham kirsak, tayanib kirsak ham bo'ladi, lekin bu yerda juda ham katta candle edi. Bunda riskimiz juda kattayib ketadi va biz keyingisini tanladik va xuddi shu joyga juda ham qisqa bilan kirib berdi va bizda ikkita candle, ya'ni sellda yopildi. M15 tasdiqlab bu yerda sellchilar juda ko'p. Shu sababdan ko'ra 1 ga 2, 1 ga 3, 1 ga 3 ham yurib bo'ldi desak bo'ladi. Hozir hisoblab ko'ramiz. Bizning stopimiz bu yerda edi va biz 1 ga 2 da mana xuddi shu joyda biz birinchi sell zonamiz bo'ldi. 30% ni yopdik va qolganini bezubitga qo'ydik. 1 ga 3 yuribdi. Mana tegibdi. Endi spread deb turib tegmagan bo'lishi mumkin ba'zi treyderlarda. Endi va oxirgisi 1 ga 5 zonamiz, ya'ni bizning oxirgi 30-40% qolgan stelkalarimizni stopimizni mana shu yerga qo'yamiz. O'zi stopni bu yerga bezubitga qo'ygandan ko'ra mana shu yerga qo'yganinglar yaxshiroq. Chunki bu yerga tushish imkoniyati bor. Lekin bu yerdan tepaga ketib qolsa, odatda tepaga ketadi. Bu yerga stopni tushirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni juda ham kichkina stop bilan, ichagina stop bilan aytaman ikkacha. Stopimizni juda ham kichkina qilib qo'yib va biz 1 ga 5 gacha ushlasak bo'ladi. Bu juda ham ideal bo'lib ishlaverdi. Bugungi soat New York sessiyasida 19-kuni mart payshanba kuni. Ko'rganingiz uchun rahmat. Mana sabablariga ko'ra sizga tahlil qilib berdik. Rahmat.